Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatayotgan qadrdonlarimiz, qurilish qilishdan charchab yo tayyor uyga xohlayotgan aka-ukalarimiz uchun juda ham ajoyib variant ko'rib qo'yganmiz. Bizani bugungi mahallamiz Cho'qqayma mahallasi Yangi avlod ko'chasida bo'lyapti. Bu yoqda sizlarga umumiy yer maydoni 8 sotuvdan iborat bo'lgan bitta xonadonimizni ko'rsatmoqchimiz. Barcha shart-sharoitlarini, nimalari bor, nimalari yo'qligini sizlarga hozir videoning davomida tushuntirib beramiz. Oldindan narxini aytib o'tamiz. Hozirda mulk egalari ushbu mulkimiz uchun 120 ming so'rashyapti. Shunday kelib turib ustida gaplashadigan bo'lsa, chiroyli qilib o'tib beradigan joylari ham bor deb aytayaptilar. Nomerlarini, aloqa chiqishchi ma'lumotlarini, hammasini, lokatsiyasini Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Demak, sizlarga aytayotgan uchastkamizni fasad ko'rinishi xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Fasad qismini uzunligi 20 metr uzunlikda bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdan mashina qo'yish uchun garajimiz, asosiy o'rtadan kirish eshigimiz hamda orqa eshigimiz tashqarida bor. Bu yoqni qurayotganda akamiz, ya'ni mulk egasi yaxshi niyat qilgan ekan savob uchun. Suv yo'q paytda mahalla suvdan qiynalib qolmasin degan maqsadda shundoq uyini tegidan 65 metr chuqurlikdan suv chiqarib qo'ygan ekanlar. Hamma nasoslarni o'rnatib qo'ygan. Shundoq yoqiladigan bo'lsa, bochkaga suv kelar ekan, bemalol mahalladagilar kelib shu yoqdagi suvdan foydalanishar ekan. Ichishga yaroqli, toza holatda deb aytayaptilar. Endi sizlarga uyga umumiy ko'rinishini ko'rsatamiz. Bismillah. Qaranglar. Kirishimiz bilan xonadonimizning umumiy ko'rinishi xuddi shunaqa bo'lyapti. Navislarga e'tibor bersizlar, to'laligicha ta'mirdan chiqarilgan. Yoz paytlarida kunlar isib ketgan paytda xonadon salqin bo'lib turish uchun chiroyli qilib mikroklimatlarni o'rnatib qo'ygan ekanlar. Bu yoqga yashil setkani tutib qo'yib mikroklimatni yoqadigan bo'lsa, xonadon to'laligicha salqin bo'lib turadi. Bemalol bu yoqda dam olish uchun shart-sharoitlarni qilib qo'ysa bo'ladigan joyi. Xonadonimizda hozirda 5 ta yashash uchun tayyor xonalari bor. Bularni, demak, chap tarafdagi bitta xonamizda mehmonlar uchun mo'ljallangan bitta stullardan bor bo'lgan mehmonxonamiz bo'lyapti. Remontlarga e'tibor bersizlar, travertin qilingan, ichkari taraflari aboy qilib qo'yilgan. Suv, svet, gaz hamma shart-sharoitlari bor ekan. Bismillah. Demak, mana aboy qilingan xonadonimiz, uy bus-butun, did bilan chiroyli qilib ta'mirlab qo'yilgan. Bu yoqda televizorlar uchun mo'ljallangan joylarni ham kranshtaynlar qotirilgan ekan. Stullari bor, ko'rishingiz mumkin. Demak, shu mehmonxonamizning tagi to'laligicha podval qilingan ekan. Akamiz mehr bilan ishlaganlar. Shunchaki podval emas, bu yo'ni kelajakda bemalol bolalar uchun mo'ljallangan o'yingoh sifatida foydalansa ham bo'ladigan qilib qo'ygan ekanlar. Vichkalar qilingan, havolar sirkulyatsiyasi bo'lib turadi. Podval zaxlab ketmaydigan holatda tayyor qilib qo'yilgan ekan. Endi bu yoqda bir ikkita narsalari hozir olib tushib qo'yilgan. Demak, bu sizlarga aytib o'tgan darvozaxonamiz, mashina qo'yib qo'yish uchun sharoiti bor. Endi bu yoqdagi navisga e'tibor bersizlar, yozda bemalol oilaviy dam olish zonasi sifatida foydalansa bo'ladigan joyi. Devorlar travertin qilingan, hamma yoqda chiroqlar, rezitkalar o'rnatib qo'yilgan. Endi ro'paramizda mana doimgidek aytib o'tamiz, ayollarimizning xonasi bu albatta oshxonamiz hisoblanadi. Mebel texnikalari tappa tayyor holatda ko'rishingiz mumkin. Uy egalari hozirda shahardan mulk olish istagini bildiryaptilar. O'shaning uchun niyat qilib qurdik, lekin sharoit shunga to'g'ri kelayotgan ekan. Sotsa endi bir yaxshi odamga nasib qilsa xursand bo'lardi deb aytayaptilar. Demak, mana bu yoqda oshxona uchun mo'ljallangan mana 3 etapli filtrimizni ko'rishingiz mumkin. Suvlari toppa-toza, mazza qilib ichish uchun, foydalanish uchun suvlari tayyor. Bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin, suvlarni isitib beradigan sistemalari ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Suvdan hech qanaqa muammo yo'q. Sababi tashqarida hozir ko'rsatib o'tdik, 65 metr chuqurlikdan suvlar chiqarib qo'yilgan. Bu yoqda esa mana yer maydonimizni ko'rishingiz mumkin. Agrot sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Qanaqadir poliz ekinlari deysizlar, yo issiqxona sifatida qurib chiroyli qiziqadigan odam bo'lsa foydalansa bo'ladi. Bu yoqda 20 tubga yaqin tayyor hosilga kirgan toklarimizni ko'rishingiz mumkin. Yer maydonimizning oxirida hojatxonamiz bor. Endi men yana bitta yoqtirgan jihatim shu, bu xonadonni bu yoqda ikkita kolodez qilib qo'ygan ekan, alohida qilib. Oshxonaning suvlari alohida ketadi, hammom dushlarning suvlari alohida ketadigan qilib ikkita kolodez tushirgan ekan. Bittasi mana ro'paramizdagi kolodez bo'ladigan bo'lsa, mashinalar kirib bemalol tortib olib chiqib ketsa bo'ladi. Ikkinchisi mana bu kolodezimiz bo'lyapti. Bu tarafga kelajakda chiroyli qilib qurilish qursak ham bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari bor. Oshxonamizning orqa qismida esa yozgi oshxona sifatida foydalanish imkoniyatimiz mavjud. Bu yoqdagi xonalarga hozir to'xtalamiz. 3 ta xonamizga undan oldin bu tarafdagi mana podvalimizdagi
sistemani sizlarga ko'rsatgim keldi. Sababi Parkentda uncha xonadonda yo'q bu narsa. Bemalol bu narsani aytishim mumkin. Bu yoqda umumiy qiymati 20 milliondan oshiqroq bo'lgan filtrimiz qo'yilgan ekan. Tashqaridagi suvlarimiz xuddi shu kelib turib filtrdan o'tib, tepa tarafda 2 tonnali bachogimiz bor. Shu bachokka quyilar ekan suvlarimiz. Top-toza holatda bo'ladi. Sho'rlamagan suv ichish uchun yaroqli holatda bo'ladi. Mana hozir ishlab turibdi sistemamiz. Parkentda ko'p xonadonda ko'rmaganman buni ochig'i. Bemalol ichish uchun ishlatsa bo'ladigan suv. Demak, aytib o'tdim. Bu yoqda mana hojatxonamiz, bu esa orqa eshigimiz bo'lyapti. Mabodo kimdir chorvachilikka qiziqadigan bo'lsa, bu yerga molxona quradigan bo'lsa, mollarni olib kirib olib chiqish uchun, yo bo'lmasa orqa eshik sifatida kelajakda foydalanish uchun ham shart-sharoit qilsa bo'ladigan joyi. Mana tomlarimizni ko'rishingiz mumkin. Hammasi ta'mirlangan, yopilgan holatda turibdi. Tepa tarafda aytib o'tdim, 2 tonnali katta bochka qo'yilgan mana bu o'rtaga. Filtrdan o'tib, suv keyin asos orqali tepaga beriladi va shu bochkadan keyin butun xonadonga tarqaladi. Demak, bu yoq yoshlar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bo'lyapti. Bu yerda mebel texnikalari bor ekan, o'shaning uchun hozir xonadonimizda yopiq holat turibdi. Bu yotoqxonamiz esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bo'ladi. Kelinglar, shuni ham bitta ko'rsatib o'taylik sizlarga. To'liq ta'mirdan chiqarilgan ixcham, shinam yotoqxona. Yana bitta ajoyib jihat shundaki, bu yerda mana ota-onalar uchun deb o'tdim. Dush sanuzellari tayyor qilib o'rnatib qo'yilgan. Ushbu xonadonni isitsimlari ham yaxshi radiatorlardan foydalanilgan ekan. Xonalar do'q-konturli kotellarda isitiladi xonadon. Yoqiladigan bo'lsa, hamma xona qish paytlarida issiqqina bo'lib turadi. Mana sizlarga aytayotgan xonadonimizning ya'ni yuragi do'q-konturli kotel sistemamiz xuddi shu yerga o'rnatilgan. Hozirda ish faoliyatida bo'lib turibdi. Va sizlar bilan ko'radigan so'nggi xonamiz, ikkinchi mehmonxonamiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Mulk egalari bu yerda faqat shu ko'rpalar ketadi. Atak qolgan mana tremollar, boshqa narsalar qoladi deb aytayaptilar. Hurmatli qadrdonlar, sizlarga qisqacha bo'lsa-da ushbu xonadonni nima imkoniyatlari borligini ko'rsatib berishga harakat qildik. Agar ushbu joyga qiziqadigan bo'lsanglar, bemalol tashrif buyurib, Parkentimizga agar shaharda ko'rayotgan bo'lsanglar, Parkentliklar ko'rayotgan bo'lsa, bemalol ushbu joyga tashrif buyurib, shart-sharoitlarni ko'rishingiz mumkin. Narxini aytib o'tdim. Hozirda mulk egalari ushbu mehr bilan qurilgan xonadonimiz uchun so'rayotgan summalari 120 mingni tashkil qilyapti. Doimgidek past tarafda aloqaga chiqish uchun nomerlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, narxlarni yana ham kelishtirib olish imkoniyatingiz mavjud. Endi bu sharoit menimcha mazza yashash uchun dushsan uzullari bor. Mana bu yerda suv tayyor chiqib turibdi. Undan tashqari to'laligicha filtrdan o'tib, keyin iste'mol uchun berilyapti. Nima kerak endi bizga? Faqat yashash kerak deydi-ku. Demak, bizdan yanada ko'proq kutib qolasizlar. Uy bor Parkent kanali maxsus sizlar uchun. Rahmat.